Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Sizlar bilan Nodirbek Dilso'z. Bugungi videomizda sizlar bilan biz mana bu 12 level akkaunt ko'ryapsizmi do'stlar? 12 level akkauntni. Do'stlar 12 level akkaunt yutishga harakat qilamiz. Ko'ringlar qanaqa nomer 1 akkauntida. O'sha tarkibni yutishimiz kerak do'stlar. Voy bilat, do'stlar urib ketdi-ku bu. Do'stlar videoning boshini olish esimdan chiqib qolibdi bu. 12 level akkaunt edi. Nima qaytib ko'rsam yengishimiz kerak do'stlar. Voy bilat, yomon-ku bu. 12 level a. Nimaga futbolchilar olisholmayapti to'pni? Yamal hamma kartalari bor. Buni qaraylik, yutqazyapman kallada ham, boshda ham bilyat. Rafalo qayoqqa ketib qoldi? Bila bu Valkes. Do'stlar bu qanaqa o'ynayapti? Shu to'pni ololmayapman. Sho'ng'irli yo'q. Skor futbolchilar tushirishimiz kerak do'stlar biz. Bo'lsam nima bo'layotganini tushunmayapman. Do'stlar tarkibni almashtiramiz. Barkalya, Van Dijk. Yaxshiroq futbolchilar tushirishimiz kerak. Bu uzunroq futbolchilar tushirsak do'stlar, yutishimiz oson. Buni qaraylik, 12 level ey. Ba'zilar ko'rim ishonmayotganlar bo'lishi mumkin. 12 level deb do'stlar, lekin 12 level akkaunt bunaqa kuchli bo'ladi deb o'ylamadim do'stlar, chunki bu donat qilinganda do'stlar boshqa nima bo'ladi? Bular shunday vaziyatlarda qayerga joylanganini urolmayapman do'stlar. Qaranglar qanaqa o'ynayapti bu futbolchilari. Yiqil. Tashlab berdi. Ketdik, hujum qilamiz. Barkolidan pas. Kubarsi qaytarmoqda do'stlar. Kubarsining 84likmi 85lik kartasi bor ekan. Sariq kartami bilmadim, lekin Martinezda ham nasi bor ekan do'stlar. Martinezda hammasini eslab qola olganim yo'q, lekin yaxshi kartalar bor edi. Zarba gol do'stlar. 1-1 deganim. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, 1-2 bo'lishimiz kerak. Bu Vietnam deb yozib qo'ygan ekan. Livida tushib qoldim do'stlar. Menimcha bu akkauntga hanga olmos faqat donat qilinganmi deymanda, o'ynalmay. Shunaqami yoki yana bilmadim do'stlar. Birinchi ham tugamoqda do'stlar, hisob 1-1. Voy bilan Holland tushirmoqda, ajoyib, lekin akkaunt dahshat. Yo, akkauntning bo'larmikan do'stlar, kommentariy yozib qoldiringlar. Hozirdan o'yin nima bilan tugar ekan? Yutqazishim ehtimoli ham bor, yo'q emas do'stlar, chunki akkaunt ko'ryapsizlar qanaqa nereal akkaunt. Faqat top futbolchilar bor-da do'stlar, bunda faqat top futbolchilar bor. Birga bir chiqib ketyapti. Aldamadi, yaxshi. Atak yutqazmasam bo'ldi do'stlar. Oldik Messidan. Bilat. Holland qayerga ketyapsan? Kartishga ketdik. Pas Barkalyaga o'tmay qoldi. Afsuski, yo'q, bilat. Himoyada 2 kishi qolgan ey. Nima qilyapti bular? Yaxshi, Holland alladi. Barkalyaga ber, sal tezroq futbolchi tezkor. Ketdik. Bu kim bu? Messi yo'q, bilat do'stlar. Dahshat o'ynayapti bular ey. Ibi to'pni olib o'ldirib qo'ydim. Van Dijk. Yaxshi. Молодец. Donnarumma atush yurak desin do'stlar. Urush yengish kerak, buni nima qaytib yengsam bo'ladi do'stlar. Voy, urib ketmoqda, afsuski do'stlar, nima qilamiz endi? Rodri qanaqa kartasini olgan. Menimcha faqat donat balakay o'ynamay turib donat qilgan do'stlar akkauntga. Chunki bo'lmas hech qanaqasiga olish juda qiyin bularni do'stlar. Zarba bo'lmay qoldi, afsuski yutqazamanmi deymanda do'stlar. 80-daqiqa. Yo'q joydan urib ketmoqda.
Nima qilyapti? Ular mazgi yo'q, bilet, ey. Normal o'ynanglar, ey. O'yin ish bermaydi do'stlar, akkaunt kuchli. To'pni olib bermayapti-da. Oh, o'yin tugadimi? Kallada ham hatto yutqazyapman-da. Vandek nima qilyapsan, bratishka? Ibi. Bo'ldi do'stlar, o'yin tugadi. Kasse Gomesmi degan futbolchisi bor ekan. Afsuski o'yin tugamoqda do'stlar. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Bu akkaunt dunyoda bo'lishi eng bir akkaunt ekan do'stlar. Bular qazdimda qisi yo'q do'stlar. Videoni boshidan ololmay qoldim do'stlar. Mana ishonmasam, XP ham 106 mingda. Agar bu bir nereal akkaunt bo'lganda, XP'si kamida bir 1 million, 20 million bo'lardi do'stlar. Bir 90 level akkaunt bo'lganda do'stlar. Esa 106 xpni bir 20 marta, 30 marta yutdilar turnirda. O'zi 106 mingta XP yig'ilib qoladi-da do'stlar. Oddiy karer matchdan o'ynamagan do'stlar. Sizlar faras qaysi 90 100 mana shunaqa eng kuchli akkauntlarda 106 xp bo'lganini ko'rgansizlar do'stlar. U Vyetnamliklar faqat karer match to'g'ri o'ynatadi, lekin u akkaunt 12-level akkaunt edi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.